Assalomu alaykum bizni hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir mijozimizga kuxnilarni joylashtirib berdik. Kuxni rangi Karlin, italyanskiy mramor. 390 joyga bo'lgan. Polni hamma aksessuarlari original. Dastlari, keyin oshiq-moshiqlari, petlari vakuumli. Bemalol o'zi tortadi. Turkiyaning mahsuloti. Keyin stol, обычный stol, ultra dekor, rossiyskiy stoli. Bu yerda gaz qo'yib berdik. Обычный gaz, настольный gaz. Bu yerda обычный moyka qo'ydik. Uncha qon. Keyin kranni yaxshisi qo'yib berdik, qimmati. Bemalol tortib yuvib oladilar. Bu yoq tortmalari ham poli mexanizmlari original bo'lgan. MS firma. Dastlari ham yaxshisi, turbo dasta, temir, sinib qolmaydi. Bu yoq xolodilnik joyi, xolodilnik usti shkafchasi. Xolodilniklarni hali joylashtirganlar yo'q aka. Bu yoq shkafcha. Bular ham polni vakuumli mexanizm qo'yilgan, oshiq-moshiqlardan. Dastlari turba qo'yilgan. O'zi tortadi, asta sekinlik bilan tortib oladi. Bu yerda tarelka tovoq qo'yiladigan sushilkasi bor. Bu yerda dimoxod joyi, hali dimoxodlar olinmagan ekan. Olsam xabar beraman, qo'yib bering dedilar. Bu yerni ham shkafchasi usti. Akamizga ham ma'qul bo'ldi, inshaalloh. Agar sizlarni ham shunday mebel qo'yish xizmati kerak bo'lsa, bog'lanishingiz mumkin bizga.